Bugunimiz xotira va qadrlash kuni munosabati bilan yuragimizda chuqur iz qoldirgan inson, marhum doirachi Komil otaning uylariga tashrif buyurdik. Bu yerda nafaqat bir san'atkor, balki ko'plab shogirdlarga ustoz bo'lgan, o'zining betakror ritmi bilan xalq qalbidan joy olgan inson yashagan. Men uchun Komiljon nafaqat hamkasb, eng yaqin do'stim edi. 40 yil mobaynida bir yoqadan bosh chiqarib san'at sohasida biz xizmat qilib keldik xalqqa. Qiyin paytlarda yonimda turgan, quvonchli damlarni men bilan baham ko'rgan haqiqiy do'st edi. Bugun Komil akaning san'ati so'nmaganini ko'rib turibmiz. U kishining o'g'li va nevarasi tomonidan doira sadolarining yangrashi esa bu uning haqiqiy davomchilari borligining yorqin isbotidir. Mehringizdan shodon o'ynadim, nomingizni tildan qo'ymadim. Siz zotni hali ko'rmadim. Bobojonim, sog'indim sizni. Siymoyingiz dilimda doim, so'zlaringiz edim iloyim. Jannatlarda yuring iloyim.